Assalomu alaykum, qadrli Kattol issiqxona YouTube kanalimizning qadrli obunachilari. Mana navbatdagi Kattolimizni bergan yerik kelganmiz. Bugun mana gul bilan shug'ullanayotgan akamizga berganmiz Kattolni. Bu yer 7 joy, keyinchalik yana qo'shish mumkin. Polni gulchilik bilan shug'ullangan akamiz atrofini polni aylantirib, sistemalar to'qilgan. Eski mana azbis turbaladi. Bezib adaptatsiya qilish modi bo'lgan, xuddi stilda qilingan ekan bu ham. Suvlicha ko'proq ketadi, lekin isichish zo'r bo'ladi. Hozirgi kunda mana gullarda ekan, Kattolni yoqyapti va shu zo'r effekt beryapti. Xursand akamiz chiroyli holatda ishlatyapti, ko'rishingiz mumkin. Mana bir joydan padachi o'rtadan kelib turib tarqab obratga bo'lib qaytib ketyapti. Qo'shimchasiga radiatorlar o'rnatgan ekan. Koreyskiy radiatorlar hozir ko'rsatib o'tamiz uni ham. Sekin etap terib o'tib ketgan. Mana pastga radiatorlar o'rnatgan. Mana ularning ishlari ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana radiatorlarga keladigan bo'lsak, oq turba polietilenda alohida padachi obratkalarni berib Kattoldan mana montaj bo'lgan ekan. Radiatorlarni sirkulyatsionni motorlarni qo'ygan, samoxodga moslagan katta. Bu akamiz dadasi o'zi usta ekan, o'zi chiroyli qilib, afsala qilib, ko'ngilli qilib qo'ygan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, radiatorlarga ham chiroyli qilib terib qo'ygan. Va shu chotki ishlayapti deyapti akamiz. Radiatorlar ham ichkari ham umuman chakka oqish yo'q deyapti. Kattolga o'tamiz. Hop, mana Kattolga o'tadigan bo'lsak, shu holatda hamma yo'q vadiy suvlik eshiklari mana chiqib, obratkalari yoniga ulangan, padachi nariga boshda olgan. Mana Kattolning yurtusida ishlab turgan rabочий holatda mana padachi nariga boshda o'tgan. Bu oqi bunisi radiatorlarga ketgan, padachiga o'tganimiz qo'yilgan. Ishlar hozirgi holatda ichganlar shu chotki qilib, ko'ngilli qilib isib beryapti. Asfalt darajasi 172 kilo asfalt qilyapti. Bu katta yerda katta yo'li. Hozircha 7 qo'ygan. Keyinchalik yana kattaytirish mumkin. Shuni hisobdan kattaroq qo'yganmiz. Kattaroq qo'yib berganmiz, lekin ba'zi farqi bo'lyapti. 5-10 kilo oshiqcharoq asfalt qilyapti 7 qaraganda. Ko'rib turganingizda, xohlasa hamma yo'q chotki, mana eshiklari vazifani qiyshaymaydi. Uni foydasi shunda. Shunaqa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.